bir sotig'ini aka sizlarga 25 ming 30 ming qo'yayotgan joydan arzon narxda topib qo'yganman. Bunaqa narxi hali Zangiotani ichidan topolmaysizlar. Zangiota qurilish mahallada joylashgan. Sizlarga bitta ko'rsatib o'taman. 6 sotuvlik joyimizni. Shunda yo'lda yuzib, mana shu joyimizni sotuvga chiqyapti. Juda ham ideal variantda qilingan. Pahlavon mahallada birinchi tor ko'chada joylashgan. Bu yoq qismimizni garaj qilib qo'yilgan. Eshigimizdan kirib kelamiz, o'zingizlar ko'rib o'tishingiz mumkin. Kiramiz, joyimizni ko'rib o'tishingiz mumkin. Juda ham chiroyli qilib qo'yilgan, hamma qulayliklari bor. Bu yoq tarafimizda ikkinchi etajimiz bo'ladi, bitta xonasi bor. Bu yoq qismimizda letniy oshxonamiz, sanuzorlarimiz joylashgan bo'ladi. Endi sizlarga zimniy oshxonasini bitta ko'rsatib beraman, o'zingizlar ko'rib baho berib qo'yasizlar. Kelamiz akalar, zimniy oshxonamiz o'zini o'tiradigan joylari bilan hamma qulayliklari qilib qo'yilgan. 2-3 ta oilagacha bemalol yashasa bo'ladi. Endi sizlarga keyingi xonalarni birma-bir ko'rsatib beraman. Keyingi xonasidan kirib kelamiz. Okalar katta hovlimiz. Yonginasida buni spalniy variantda foydalansanglar juda ham zo'r bo'ladi. Bu yoq qismimizda bitta tushuntirib beraman. Bu yog'imizda sanuzorimiz joylashgan. Bu yog'imizdan omborxona variantda foydalansanglar juda ham yaxshi bo'ladi. Yana xuddi shunaqa variantda uyimiz bor. Endi sizlarga bitta ko'rsatib beraman, o'zingizlar ko'rib baho berib qo'yasizlar. Okalar, sizlarga to'liqroq tushuntirib beraman. Sizlarga keyingi xonasini ko'rsatib beraman, okalar. Kiramiz, xonalarimiz juda ham issiq, cho'plik pol qilingan. Bu yog'imizdan spalniy variantda foydalansanglar, o'zini sanuzor qismi bilan birga joylashgan bo'ladi. Hamma qulayliklari qilib qo'yilgan. Gaz, suv, svet, kanalizatsiyadan umuman muammosiz okalar juda ham zo'r variantda qilingan. Bu yoq tarafimizda asosiy binoyimiz joylashgan. Bu yog'imizdan ekin-dorchilik variantda foydalansanglar juda ham zo'r bo'ladi. Xohlasanglar okalar qanaqadir chorvachilik qilaman desanglar ham burchagiga qilib turib, bu yog'idan hosildorchilik qilsanglar juda ham zo'r bo'ladi. Endi bu yog'imizda o'tiradigan joylari yozda tapchan qo'yib qo'ysanglar juda ham yaxshi variantda. Endi sizlarga asosiy binoyimizni bitta ko'rsatib beraman, o'zingizlar ko'rib baho berib qo'yasizlar. Kirib kelamiz okalar. Bu yog'imizda ikkita zalimiz bor. Bu yog'imizni ayollarimiz uchun, bu yoq tarafimizni erkaklarimiz uchun zalda foydalansanglar juda ham zo'r bo'ladi. Hamma qulayliklari bor. Gaz, suv, svet, kanalizatsiyadan umuman muammosiz. Keyingi xonasi okalar. Bu yog'imizni xohlasanglar bolalarimiz uchun detskiy spalniy. Bu yoq tarafimizdan взрослый spalniy variantda foydalaniladi. O'zini ko'chaga qaragan oynalari bor. Hamma qulayliklari qilib qo'yilgan. Xonadonimizni sizlarga okalar $135 ming berib yuboramiz. Pastda egalar nomerini qoldiraman. O'zingizlar bog'lanib batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi.